Hozir reska jarayonimi hozir? Razmerga qo'yib kesilyapti. Leysa, samarez, reka, tunikani o'zi, olib borish, dastlabki hamma yo'q pul. Narxlari qanday bo'lyapti bo'lmasam? Narxlarimiz hamma narsasi ichida. Aha. Assalomu alaykum, usta akalar, o'rmanglar. Va alaykum assalom. Sog'liklar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Xudo bugun bir qator mana shu Turkiya fondi obzor qilib beramiz chiroyli qilib. Birgalikda. Hozir bu maloshniy rangdagi ekan. Bu listimizni qalinligi nechi? 0.35. 0.35 lik listdan qilinyapti. Xo'p. Qanaqa fasollari bor? Qanaqa ranglari? Fasonlarimiz oq, mokriy asfalt bor. Oq, mokriy asfalt, Korishniy bor. korishniy. Xo'p, hozir endi istagidan kelib chiqib rangini tanlab qilib beraveramiz-da. demak, uydagilar xohishiga qarab istalgan rangda, istalgan fasonda qilinsa bo'laveradi. Xo'p. Hozir narxlari qanday bo'lyapti bo'lmasam? Narxlarimiz hamma narsasi ichida. Aha. 125 mingdan 130 minggacha bo'lyapti. 125 mingdan 130 minggacha bo'lyapti. Kvadrat, a? Kvadrat. Kvadrat. Endi u 125 ming, 130 mingga nimalari kiradi endi? Faqat uydagidan pul sanash qoladi xolos. Hamma samarezi, lesasi, hamma narsasi o'zimizdan. Demak, hamma rasxod o'zingizlardan. Leysa, samarez, reka, tunikani o'zi, olib borish, dastlabki hamma yo'q pul. Hammasi o'zi. Oho, klientlarga zo'r sharoitlar yaratyapti-ku, ha? Istamerganda mana qilib kelib bering. Mana qilib kelib bering deyilmaydi-ku, Samarezmi, qishni va lesasi o'ralmaydi. bu. Hozir reska jarayonimi hozir? Razmerga qo'yib kesilyapti. Kesilyapti. Xo'p, bu maloshniy rangdagi. Hozir buni nech puldan qilib berilyapti klientga? Buni 125 mingdan qilyapti. 125 mingdan qilinyapti. Joyiga borib, ko'rib, ha? O'chgab kelib boshlanaveradi. Shuni ko'rsatamiz. Aha. Kataloglari bor-a? Xudo xolasa. Kataloglari bor. Bo'lmasam, xudo xolasa uydagilar o'zi misol topib, menga mana bunaqa fasonda qilib bering deydigan bo'lsa, shunga qarab dogovor qilinsa ham bo'laveradi. Xudo xolasa. Hozir azizlar aytganimizdek, mana bu yerda reska jarayoni, bu yerda mana chizib tayyorlab berilyapti. Xo'p. Mayda tayyor bo'lganlar qanday edi? Bular oq, matviy. Bular oq, matviy, отдельные bular. Ular boshqa zakaz. Bular boshqa zakaz. Mana kesib managa tayyorlashib, bukib ham qo'yibdi. Tayyor qilib. Buni narxi necha puldan bu? 130 dan qilib berilyapti. Tushunarli. Endi hozir garantiyalari bor-a ishimizga. Kraskasi o'chib, Yo'q. haligi o'zini holatini yo'qotmaydi. Yo'q. Turkiya fondi afzalliklari quyoshda, misol yoki sovuqda o'zini yo'qotmaydi. Plastiklarga o'xshab yomon bo'lib ketmaydi. Demak, har taraflama udobniy, qulay ekanda. 3-4 yilda bir kraska qildi demaydigan. Yaxshi, sharoitlari zo'r. Demak, mono to'q rangli ekan-a? Qanaqa rang bu? Korishniy. Korishniy. Bu tesmalarigami bu? Hali o'rtadagi kamarlariga. Korishniy. Devor chegasi karniziga. O, burchakda bor ekan, hozir ko'rsataman. Karnizlar bilan. Mana karnizlarni tayyorlab qo'yishibdi. Eshik orqasiga bukishib mana. Chiroyli qilib. 3 metrlik bo'ladimi bu? Uzunligi 3 metrlik. O. Bu nakaneshnikmi bular endi? Nakaneshniklari. Tanlov qo'yish xizmatlari hamma narsasi bor. Qo'shimcha ishlar qilinaveradi. Tanlov qo'yishlari bir yo'la. O'ziga yarashadigan ranglarda tanlashni qo'ygan.
Bo'ldi. Demak, bir yo'la patolog qilishdan oldin tanlovlari bilan qilib va bitkizib ketilsa chiroyli bo'ladi. Tanlovlarimiz qanchadan endi metri? Hamma rasxod ichida. Hamma narsasi ichida 65 ming. Hamma rasxod ichida 65 mingdan qilinaveradi. Bo'ldi. Uni ham har xil rangdagisi bor. Hammasi reysi bor. Bo'ldi. Molar nomi nima ekan bularni? Tayyor bukib qo'yilibdi. Peshana. Peshana karmiz. Peshana karmiz ekan bu. Xuddi hozir mana bu yerda kesib tayyorlanyapti. Shuni peshanasiga, ya'ni oldiga karniz qilib chiroyli qatirib qo'yilar ekan. Akalar, xudo xolasa hurmatli obunachilar, agarda kimgadir mana shunday tunika xizmatlari, ya'ni tunika fon xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo devorlarni ham apshika qilinaveradi. Devor, patolog, darvozaxona, oldi patolog bemalol qilib, xudo xolasa. Albatta, nomerlarni ekranda, opisaniyada yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.